Anchadan buyon texnikalarni sinovdan o'tkazmagandik a. Bugun shuni to'g'rilaymiz. Sizlarga bitta videoda 4 ta mahsulotlarimizni tavsiya qilaman. Birinchisi shu shivaki pechkasi bo'lsa, qolganlarini video davomida ko'rasiz. O'zi ham bu pechkani sifati zo'rligini ishlatib ko'rgandan keyin bildim. Videoda ko'rib turganingizdek, qulayliklari hamda funksiyalari juda ham ko'p. Navbatdagi mahsulotimiz Lifesmile brendining shisha qoliplari duxovka uchun mo'ljallangan. Bunda bemalol pirog hamda zapekankalarni pishirsangiz bo'ladi. Undan tashqari boshqa taomlarni ham. Bu yerda esa mani pirogim pishirishga tayyor bo'lib turibdi. Oldindan qizdirilgan pechkamizga 180 gradusga 20-25 daqiqada pishirib olamiz. Navbatdagi 3-chi mahsulotimiz Soniferning kofemolkasi. Ovozi umuman baland chiqmaydi, shakarni xuddi undek qilib berdi. Endi esa saxirni pudrani pishib chiqqan chiroyli pirogimizni ustiga sepib chiqamiz. Buni chiroyli bo'lib pishib chiqqanini qaranglar qizlar. Shisha qolibimiz ham sinovdan o'tdi. Pirogni ta'mini esa mani yuzimdan bilib olsanglar bo'ladi. Endi esa avvalni qolibimizda tovuq oyoqchalarini pishirib olamiz. Oldindan qizdirilgan pechkamizga pishirishga yuboramiz va pishishini kutamiz. Tovuqchalarimiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Barcha texnikalarimiz ham sinovdan o'tdi. Shu orada sizlarga fartugimni maqtanib o'tay. Rasvetkasi shunaqa chiroyli, sifati ham zo'rki, suvni umuman o'tkazmaydi qizlar. Do'konimizda sotuvda mavjud. Endi esa boshlig'imizdan chiroyli odzivlarni olamiz. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying, xursand bo'lamiz. Barchangizni do'konimizda kutib qolamiz. Qizlarjonlar, bunga вообще сочный chiqqan. Shuna kartoshkachasi ham, go'shtchasi ham shunaqa yumshoq bo'lib, zo'r pishgan. Stiklan narsalar ham chiroyli, ham sifatli, ham ta'mi вообще boshqacha chiqargan. Bismillah. Super. Просто super. Bitta olib ishlatib ko'ringlar. Ishlatganlar eslardan iltimos kommentariyaga yozib qo'yinglar qanaqaligini. Просто шикарный. Mana ikkitasining narxi 120 ming so'm. Mana bu katta razmerligisi bemalol 4 kishi, 5 kishiga ovqat yetadi. Ulgurib qolamiz.